qiziq, fanarcha yo'q, lekin bu mashinaga tegishli. BYD Leopard Titanium 3 BYDning subbrendlaridan biri off-road hisoblanadi bu avtomobilimiz. Oldi orqa tortar ekan, oldi bagajliklarini ko'rishingiz mumkin. Elektr usitlar bilan ochiladigan qilib qo'ygan. Kapot qismi deyarli bo'sh. Pastki qismida elektromotor bilan jihozlangan. Oldi va orqa qismlarda motorlar bilan jihozlangan. Jami ot kuchiga keladigan bo'lsak, 422 ta ot kuchiga ega. Ballonlarimiz 245 ga 50 19-razmerlik ballonlardan qalinligini ko'ryapsizlar. Ancha qalin. Yurish joylarida tog' po'qlarga chiqsanglar ham uyaltirib qo'ymaydi. Xo'p, ruchkalarimiz 5 ключевой доступ bor, ichkariga kirib chiqadi. Hamma narsa yaxshi. Mashinaning vidiga keladigan bo'lsak, video o'rtacha video. Ya'ni ko'rinishi unaqa e'tiborni ham talab qilmaydi, tortmaydi, lekin off-road ham deb o'ylamaysiz, lekin off-road mashina hisoblanar ekan. Elektr kontrollerlar. Bu yerda oynani kontrolleri chiroyli ishlangan dizaynda va mana bu kosmonavt deydi-yu, samolyot bo'lib yotibdi. Mashinani yoqish uchun, avarinki uchun, yana qo'shimcha funksiyalar uchun. Yana mana bu pilotni shturvalini qaranglar. Bu yerda knopka, bu yerda knopka va sizni rulingizda, даже mana bu taraflarda ham knopkalar bor. Bu yerda mashinani funksiyalarini o'zgartirishingiz mumkin ekan. Loy, qumda mashinani sport, eko rejimlarda yurish uchun. Lipistoplar ham bor, даже mashinani oldidagi mashinaga adaptatsiya qilish uchun cruise control bor, adaptivnisi. Shunga o'xshash 16 dyumlik ekran, hamma narsasi bor. O'ta go'zal. Bu mashina haqida ko'p narsa gapirishimiz mumkin edi. Eng qizig'i, mana bu narsa fanar hisoblanadi. Boya shuncha ko'rsatib o'tib ketdim. Mana, shu fanar yonyapti. Mana uzoqlashtirib, yaqinlashtirishingiz mumkin ekan. Yokida, mana bu yoqqa o'tkazishingiz mumkin ekan. Xo'p, bu bilan e'tiboringizni tortmoqchi emasman, lekin bu ana yerda turishi meni e'tiborimni tortdi. Tap. Shu joyda turar ekan. Zo'r. Arkasiga keladigan bo'lsa, arkasi o'ta minimalizm, konditsioner bor, zaryadchik bor, ledlar ham bor, bu yoqda yuk panorama bor, to'liq jihozlangan. Bu orqa qismi. Joy ham bo'lmini normalniy. Yon o'tirsa joy qoladi. Eng qizig'i bu yoqda. Bagajdan tashqari kichkina bunaqa narsa solib qo'yadigan joylar bo'lar ekan. Buning funksiyasi ham chiroyli ishlangan ekan, hozir ko'rchi. Yopdik, qattiqroq yopdim. Bitta knopkasi bor. Bossiz. Favni, yumshoqqina bo'lib tushadi. Обратно olib qo'ysangiz bo'laveradi. Xo'p, bagajlarning ochilish-yopilishini ko'rsatamiz. Ochiladigan joyi bu yerda, shunchaki tortasiz, ochiladi. Gidravlikasi bor, yordam beradi ochilishiga. E'tibor tortadigan narsamiz. 4-9 sekund 100 ga chiqadi shu avtomobil. 76 kW batareya sig'imiga ega bu avtomobilda. Oldi va orqa motorlari bor. Poliklari bonusga qo'shib beriladi biz avtosalonda. Endi bu tabiiy holat. Komplektatsiyasi shu yerda. Mana fanarini maxsus korobkasi, mana ko'rayotganingizdek chiroyli. Usilitel bor, kolonka. Kolonka 15 ta kolonka bor jami bu yerda. 12 ta kamera, 15 ta kolonka, 360 kamera, hamma narsasi bor. Zaryadlash uchun joy. 501 km yuradi, 76 kW batareya sig'imiga ega. Bistri va uydagi. Bistrida 18 daqiqada olar ekan, 30% dan 80% gacha bo'lgan jarayon. Ya'ni 50% zaryadkani 16 sekund, 16 daqiqa ichida bemalol zaryad ola oladi. Kolonkalarni qaranglar. 1, 2, 3 bitishida. Dahshat. Xo'p, bu tarafda mana bo'sh joy bor. Bu yoqqa ham qo'ysangiz bo'ladi fanarni. Bundan tashqari xolodilnik bor. Xolodilnikda boshqarishingiz mumkin. Siz mana xolodilnik to'liq bor. Eng maza qilganim, короче, mana fanarni ko'ryapsizlarmi? Bu o'chadi, xolodilnikni ochgan paytingizda mana shu xolodilnikka to'liq nur tushirib beradi, to'liq. To'g'ri. Bu qaydir mazada, yurak odamni maza qiladi haligi. Mayda narsalarga, detallarga e'tibor bergani uchun. Qaranglar. Ilgichlar. 50 kWlik simsiz zaryadlash quvvati ham bor ekan, bemalol. Zaryadlasanglar bo'ladi. Nima kofelarni, choylarni issiq sovuq ushlab tura oladi mana shu yerda turgan holatda. Bu xolodilnik o'zimiz ko'rayotganinglardek xolodilnik, pechka ham bo'la oladi, issiq ushlab turgani. O'chirib qo'yamiz, bosib turish kerak ekan, o'chirish uchun. Yo'qda. Shu avtomobilimiz BYD Leopard Titanium 3 hisoblanar ekan. Dizayni zo'r. Bu paysasiga keladigan bo'lsak, oxirgidan bitta pastga farqi nima? Dron yo'q. Dron bo'lmaydi ekan. O'zbekiston hududiga olib kirish mumkin bo'lmaganligi uchunmi? So'nggi paysasida dron bo'lar ekan, shu kirmagan. Faqat shu paysasi kirib kelgan. O'zbekistondagi eng fuli. Yana qaytarib o'taman. 422 ta ot kuchiga ega, 501 km masofa bosib o'ta oladi. Oldi orqa to'liq tortadi suspensiyada.
540 gradusda bemalol burila oladi mashina. Bundan tashqari 8 xil yo'l tanlab yuradi. Qum, tog', loy farqi yo'q akalar. Undan tashqari 3 xil rejim bor. Sport, eko va normal rejimlari bor. Fara chiroqlari umuman boshqa emas, zo'r. Короче, aloqa uchun pastda nomerlar bor. Meni qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.